Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Nedik kontent qilishligi uchun mana atrofda bitta ko'rsatib qo'ygan. Qizil cho'l, sahroy kabir, orqa tomon dengiz, odam zoti yo'q hech qanday. Jonli efirda uxlamasdan 3 kun olib bormoqchi bo'lib kelgan ekan. Qorni och qolib ketibdi do'stlar. Ko'rgani keldik. Baribir vatandoshimiz, yurtdoshimiz Nedikda bir yo'qlagani keldik mana sizlar bilan birgalikda kamchiliklarni qilaylik. Mana sharoitchalar biz ham birgalikda bir damlan olib, mana ovqatlar, vitamiyalar, produktlar hamma yog'ini cho'tki qildik. Yana 3 kun bormi efiriga? Instagramda, TikTokda uxlamasdan, efirni o'chirmasdan, jonli efirda mana shunday sahroviy kabirda efir qilaman deb lash qilgan ekan obunachilariga. Mana biz olib keldik. Qani, yedik tezda. Yotibdimi ekan? Bismillah. Ol. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ye buni qara. Ye buni qara. Ye buni qara. Yaxshimisizlar? Ne dikkani? Ne dedi? O'chinami? Ye. Ye buni qara. Ijodkor uxlayapti, ijodkor dam olyapti. Ha, bezovta qilmaylik. Ukajonim, biz keldik. Turgin. Do'stlar, kuzatishda davom etinglar. Bizda hali super kontentlar bo'ladi. Joninglar sog' bo'lsin. Biz hech qachon vatandoshimizni bir yolg'iz tashlab qo'ymaymiz. Nima xizmat bo'lsa ham, narsa bo'lsa ham, qayerda bo'lsa ham, kosmosda bo'lsa ham, o'zbek o'ziga bek. Tamom, ketdik.